Yaxshilab qarasam, mana shuni o'zi bitta o'zi zerikib qolyapti-kan, shuning uchun bunga qo'shimcha qilib, sherik qilib mana shunaqa kubik sepib qo'ydim. Bu ham qancha aylantirsangiz ham buzilmaydi, o'z holiga qaytib qolaveradi. Ko'rishlaring mumkin. Sepish juda idealniy bo'lmadi. Ko'ngildagidek sepolmadim, lekin qo'ldan kelgancha sepdim. Bunga sherik bo'ldi. Bunga o'xshash kubiklar 4 ta bo'ldi. O'tdim qorasi. Shunaqa. Mana bu ham bor. Bu ham qanaqadir boshqacha chiqdi. Xullas, shunaqa gaplar. Hop, endi bu oq qora bo'lsa, keyingisi qora oq bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Unisini ham tez orada video qilib joylayman. Qora oqini.